aka hayotidan rozi bo'layotganligiga nima deysiz? Bitta narsa aytaymi, bizga ustozimiz aytib bergan edi. Bir saroy bo'lar ekan, katta saroyda farrosh doim tozalab, shunaqa xursand bo'laveradi. Uni ko'rgan podshoh diqqat olar ekan, doim ezilgan, siqilgan. Bunday qilib aytganda, komfort hayotda bo'lib turib, maza qilmayapti deb vazir chaqiradi. Bu farrosh 3 yashaydi, lekin nima hayotdan doim xursand deganda aytgan ekanki, hazrat, siz bu kishini chaqiring, va bir xaltaga 100 tillo tanga beryapman deb, va buni ichida 100 ta bo'lmasin, 4 tasini olib qo'ying, 96 ta bo'lsin deb. Farrosh chaqiribdi, chaqirib, mana bu 100 tillo tanga sizga bizni saroyimizda juda ko'p ish qildingiz, yaxshi mehnat qildingiz deb taqdirlaymiz deb beribdi. Farrosh olib xursand bo'lib ketdi. Uyga borib qarasa sanabdi. Sanasa 96. Yana qaytib sanabdi, yana 96. Keyin shunda ayol aytdiki, qayerlarga bordingiz? Boring, qarab keling. Hali kishi chiqib ketibdi, saroyda aylangan burchaklarga borgan, bo'g'ilgan holatda, kayfiyat o'ta bir tang holat. Uni ko'rgan podshoh harom bo'ldi. Kecha xursand yurdi-yu bu. Kecha masrur edi, xursand bo'ldi. Nimaga endi bugun bo'g'ilib qoldi? Vazir chaqirdi. Taqsir, buni hikmati nima tushuntirib bering desa, podshohim debdi. Bu siz 100 deb bergan tilloni 96 tasini ko'rmayapti-ku, 4 tasini ko'ryapti. Shuning uchun bo'g'ilyapti. O'zi kecha bo'g'ildi 96 ta ham yo'q edi degan ekan. Ya'ni inson nima uchun hayotdan norozi bo'ladi, nima uchun maza qila olmaydi? Alloh taolo bunga bermayotgan to'rni ko'radi, xolos.